Қазақстан puhrasi Janat Cengizning yurti Altayning Qaba nahiyasiga tuqa yo'qlashga bag'inida onasining tartib etilgan yerini talab qilganligi uchun 9 fevral kuni Xitoy saqchilar tarafidan urib nakka qilinganligi, 14 fevral kuni uning Qozog'istondagi oilasilar tarafidan Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda oshkorlangandan keyin kuchlik munozir qo'zg'adi. Mazkur sin filmida 9 fevral kuni Xitoy saqchilarining so'roq qilish jarayonida qattiq tayoqda yaralangan va ikki puti dasmas bo'lib qolgan, tili kalvalashib normal so'z qila olmagan Janat Cengizning qo'yib berilgandan keyin Qozog'istonga qaytarilish oldidagi echinishlik ahvoli namoyon bo'lgan. Türümden aylanayım. Men sen Janat'ta emesle tanımay kaldım. Kulum ber qara mine. Janat aken gelecek. Yerdə ömülgən holatda Qozog'istondagi onasi va oilasilar bilan sinliq ko'rishgan Janat Cengizning echinishli holatini ko'rgan onasi ilgari sap-sog'lom o'g'lining bu holatga qolganiga ishonmaganligini bildirib nola qilgan. Janat Cengizning onasi Gömingul xonim 16 fevral kuni e'lon qilgan yana bir sin ko'rinishida Xitoy saqchilari tarafidan urib nakka qilingan o'g'lining ahvolining og'irligini anglatgan. Men Gömingul Jumadil qizi Janatning onasiman. Janat Cengizning жағдайы өте мүшкіл. Ана ішпейді, дұрыс сөйлемейді. Енді көпшілік сіздерден өтінеріміз мен баламды. O sözü yana öz puhrasıga egi chiqmagan Qozog'iston hukumatini ayıplagan. Shundaqla Janat Cengizni Qozog'istondan boshqa davlatga olib davolatish uchun jamoatdan yordam so'ragan. Janat Cengizning navbatdagi ahvolini egallash uchun 26 fevral chorshanba kuni Janat Cengizning Qozog'istondagi oilasiga telefon qildik. Uning ayoli telefonimizni elib, eri Janat Cengizning növətdə Almutadagi bir doktorxanda davolanayotganligini va salomatligining texi aslikkanmaganligini bildirdi. Doktorxanda davolanayotgan Janat Cengiz 26 fevral radiomiz Xitoy bo'limining ziyoratini qabul qilganda o'zining Xitoy saqchilari tomonidan tutqun qilinib, urib nakka qilinishining sababi haqida to'xtalgan. 我那些警察嘛，就那样说。我计划是这个北京那边那个律师见面一下，跟他们上访沟通。Uning bildirishicha, u bultur 12 ayda Altayning Qaba nahiyasiga tuqqan yo'qlashga borgan bo'lib, bu navbatlik ziyoratida onasining yezliq hukumat tarafidan egallab olingan terilg'u yerini qaytarib berish haqida yerlik hukumat doiralariga arz sungan. Ammo arzi oqmaganligi uchun u yana bu yil 3-ayda, ya'ni Xitoyning 2 yig'ini mezgilida Beijingga berib texmi yuqori hukumat o'rinlariga arz qildiganligini bildirgan. Buningdan xabar topgan Qaba nahiyasidagi saqchilar 9 fevral kuni uni izlab kelib arz qilishdan voz kechishga besim qilgan. 10 fevral kuni kechqurunligi u o'zi turayotgan mehmonxonadan tutqun qilinib, saqchixonaning yer osti uyiga qamalgan va urib so'roq qilingan. Uning bildirishicha, bu jarayonda yana uning tomog'iga zaharlik modda silingan bo'lishi mumkin ekan. Janat Cengizni davolashga mas'ul bo'lgan Qozog'istondagi Erkinbek ismli doktorning 26 fevral chorshanba kuni radiomiz Xitoy bo'limiga bildirishicha, Janat Cengizning navbatdagi ahvoldan uning zaharlangan bo'lish ehtimolligi yuqori ekan. Janat Cengiz fojiasi oshkorlangandan keyin Xitoy hukumatining zulmidan qochib chet ellarda muajirat yashayotgan Uyg'ur va qozoq jamoati orasida kuchlik g'ulg'ula va inkoslar qo'zg'algan. Chet ellardagi faoliyatchilardan Gollandiyadagi lager shoidi Ömerbek Alining bildirishicha, Qozog'iston puhrasi Janat Cengizning Xitoy ziyoratida saqchilar tomonidan tutqun qilinishi, hatto urib meyib qilinish fojiasi chet ellarda siyosiy panohlik tilab shu davlatning grajdanligini olgandan keyin yana Xitoy hukumatidan viza elib yurt ziyoratiga borgan Uyg'ur va qozoq qarindoshlarga qattiq savoq bo'lishi kerak ekan. Qozog'iston grajdanlarining uyaga berib o'zining burunqi yerlarini va mol-mulklarni avlish huquqiga imtiyozga ega qilmagan bir Xitoy ajiba Uyg'urimizning berib qilib ashar xotirjam siyosatlarni qilishi, urushlarni bilan ko'rishishi, xotirjam yenib kelishi buning badali bor narsa. Biz ayada jon bir insonning insonlik haq huquqi va jini hayotini kepilligini talab qilayotgan sharoitda
bu Qozog'iston grajdonlariniki o'zining moddiy manfaatini talab qilib aqbatgan ahvolga siz tursangiz, bu yerda qanchalik darajada Xitoy bizniki bu kurashimizni tüp iltizini quritish va xalqarodagi badalimizni tushirish uchun qanchalik darajada uyushtirib suiqasd qilayotganligini o'ttirib chiqardi. Ammo mushuni ko'rolmay, his qilmay, yanala o'zining hissiyatiga va manfaatiga ko'z tutib, yana aşağıya bir qadam berishi, buning zinini buniki texmi ko'ramiz. Şvetsiyadagi lager şahidi Sayragul Savutbay xanımның qarışıca, Janat Cengiz faciasidek vaqalar davamlıq yüz bermekte ekan. Azırgıça bir narsaga shundoq afsuslanma. Adamlar deymanda, mushu jinoyatning azırgıcha davom qilayotganligini ko'rib turib, bilib turib, yana ashunga ko'z yumib deymanda, matrapdan ash jinoyatni davom qilibsa, matrapdan azroq bir bulungini ichib qo'ysa, shuningga moslashib, berib kelib, maqtab qaytib kelib, mushunga ko'z yumayotgan mushu narsaga men azırgıcha shundoq qattiq afsuslanma. Onun bildirishicha, gerçi Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa Turkiy xalqlarni bostırıyotgan jinoiy qilmishlari Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik davlatlarida irqiy qirg'inchilik deb ayblangan bo'lsa-mu, ammo dunyoning Xitoy hukumatining bu xil insoniyatga qarshi jinoyatiga qarta amaliy tadbir qo'llanmasligi va Qozog'istonga o'xshash Xitoyga iqtisodiy jihatdan beqindi bo'lib qolgan davlatlarning o'z fuqarolarining Xitoyga tutqun qilinib, lager turmalarga qamalishiga sukut sebep bo'lmoqda ekan. Bence bu yerda Xitoy qilayotgan mushu jinoyatlar, hatta mushu boshqadan demagandimiz 2016-yildan boshlangan hozirgacha davom qilayotganmi? Mushu veshi irqiy qirg'inchilik shu jinoyatni ko'rib turib, shu jinoyatning yuzayotganligini ko'rib turib, xalqaro onunga bir qattiq besim yana onunga bir chora qo'llanmadi. Ko'z oldimizda yuzayotgan aşınçılık adamlarni so'lab qilayotgan bu chekramashgan insonga qarshi jinoyatni faqatlam aybladi, unda qildi, bunda qildi, lekin onunga xalqaro qonundagi belgilemeler orqali xalqaro qonundan foydalanib, hech qanday bir kuchli harakat qo'llanmadi hozirgacha. Sayragul xonimning ta'kidlashicha, Qozog'iston fuqarosi Janat Cengizning fojiasi yana bir jihatdan Xitoy hukumati navbatda kuchab tashviq qilayotgan atalmish Şinjan yaxshi joy tashviqotining butunlay yolg'onligini isbotlaydi ekan. Azırqa bermişi Janat Cengizning o'zining shu ota-onasining o'zining huquqini qo'g'dayman deb aksicha xizmatlar uchraganligi bu bir tarafdan Xitoydagi bu jinoyatning insonga qarshi bu jinoyatning to'xtab qolmaganligini dalillab bersa, bir tarafdan Xitoyning har zaman har vaqtlarda boshqa davlatlarning adamlarini xohlagancha tutqun qila oladigan, nim qilishga shuni qila oladigan ashunday bir vahshiy bir zulmni ko'rsatib beradi. Halbuki Gollandiyadagi lager şahidi Ömerbek Ali Efendi 27 fevral kuni Taylanddan Xitoyga majburiy qaytarilgan 40 nafar Uyg'urning fojiasini naql elib, Xitoy hukumatining zulm siyosatidan xabardor turuqliq, yana Xitoy hukumatidan viza elib yurt ziyoratida bo'layotgan Uyg'ur, Qozoq va boshqa xalqlarning bu fojialardan qattiq ibrat olish kerakligini ta'kidladi. Bizniki Taylanddagi 48 Uyg'urning qaytarilishi, xalqaro vaziyatdagi bizniki bu milliy da'vorimizning va guvohliklarimizning bu holatga palatalar tushib qolishi, o'zimizning bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganligimizdan, o'zimizning shaxsiy manfaatini, kichkina hissiyatni dadasi, onasi uchun xalqimizning bu to'lagan badallariga badliga kelgan bu qonun nizomlarga amal qildirib, bizga foydali bir narsalarni ve şirketlerine aktarışqa davet qilgan ve talep qilgan vaqt bir vaziyatda birinci olup hiç kim Xitoyga barmaqlarda Amerika qatar, Avrupa qatar hamma cheklab turgan bir paytda yana shu biz vatanimizning shu Uyg'urlarniki berishi o'zlari qalbida bir niyat, bir maqsadda shaxsiy manfaatdan kechib turib shu narsa uchun kurash qilishning o'rniga shu Xitoyning shu qilayotgan ishlarining haq ekanligini undaq qilishlik yo'q. Ularning deganlari yolg'on deb birinchi o'chiratda o'zi shu bag'aligi uchun bugungidek eg'ir ziyonli oqibatlar kelib chiqyotdi. Egaldigan ahvollardan ma'lum bo'lishicha, Janat Cengiz 1990-yili 9-oyning 20-kuni Altayning Qaba nahiyasida tug'ilgan. Keyin ota-onasi bilan Qozog'istonga ko'chib kelib o'ltiraqlashgan. Öylünüp aile qurgan. Növətdə 2 balası var. Onun bildirishicha 2012-yili Qaba nahiyalik hökumət onun ailəsikilərinin 150 munbat yerini majburiy tartib olgan va bu yerni boshqalarning nomida qayta tizimga oldirgan. Adolatsizlikka uchirgan bu oila yillardan buyon ko'p qitim norozilik bildirib kelgan.
Bu qitim Xitoy saqchilari tarafidan urib meyib qilingan Janat Jengizning ahvoli yanada ig'ir bo'lib, uning oila tavobatlari, munosabatlik kishilik huquq tashkilotlari va hukumat organlaridan bu ishga ko'ngil bo'lishni va texmi ko'p qonuniy yordamlarga erishishni umid qilmoqda ekan. Programmani Mehribon tayyorladi.